Tasavvur qiling-a, insoniyat yuzlab yillar davomida o'zining atrof muhitni idrok etishida qanchalik chuqur mudroq holatda bo'lgan. Asosiy savolimiz juda oddiy, ammo o'ta muhim. Nega biz asrlar davomida yangilashib keldik? Xo'sh, qanday qilib o'z ongimiz, o'zimizning tabiiy mantiqiy xatolarimiz ilmiy taraqqiyotni shuncha vaqt joyda qotib qolishiga sabab bo'ldi? Bugun biz o'ziga xos ilmiy detektiv rolida aynan shu mantiqiy tuzoqlarni fosh qilamiz. Ushbu tushuntiruvchi sharhimizga xush kelibsiz. Bugun biz tarix va ilm fanni tom ma'noda ustun qilib yuborgan inson Fransis Bacon haqida gaplashamiz. Biz nafaqat uning fanda yaratgan inqilobiy detektiv obyektivini, balki bugungi kun nuqtai nazardan uning falsafasiga bildirilayotgan ekologik tanqidlarni ham chuqur tahlil qilamiz. Biz barcha dalillarni qanday bo'lsa shundayligicha xolis taqdim etamiz. Qanday qilib birgina insonning izlanishlari bugungi zamonaviy dunyomizning poydevorini qurganini ko'rish qiziq emasmi? Albatta qiziq. Bugungi sayohatimiz xaritasi quyidagicha. Birinchi, eski fikrlashdan qutulish. Ikkinchi, yangi ilmiy usul. Uchinchi, aqlning to'rtta sanami. To'rtinchi, tabiatni bo'ysundirish falsafasi. Va beshinchi, Bacon merosi va bugungi kun. Qani, tezroq boshladik. Birinchi bo'lim. Eski fikrlashdan qutulish. Ya'ni, inqilobdan oldingi davrga qaytamiz. Bilaman, hammamiz o'zimizni tabiatan mukammal, o'ta ratsional fikrlovchilar deb hisoblashni yaxshi ko'ramiz. Lekin rostini aytsam, bu shunchaki illyuziya. 17-asrdagi ilmiy inqilobdan oldin odamlar dunyoni butunlay boshqacha ko'rishgan. Ular uchun tabiat qandaydir mexanizm emas, balki ulkan jonli bir organizm edi. Ilm-fan esa deyarli to'xtab qolgandi. Nega deysizmi? Chunki asrlar davomida olimlar Aristoning deduktiv mantiq usuliga kurkurona ishonishgan. Bu yuqoridan pastga qarab fikrlash degani. Ya'ni, jismoniy haqiqatni isbotlash o'rniga tekshirilmagan, isbotlanmagan ulkan taxminlarni haqiqat deb qabul qilib, shundan kichik xulosalar chiqarishgan. Ular tabiat qonunlarini tajribada sinab ham ko'rishmagan. Taraqqiyot qotib qolgan ham shundanda. Ikkinchi bo'lim. Yangi ilmiy usul. Aynan shu yerda sahnaga bosh qahramonimiz Francis Bacon va uning inqilobiy yondashuvi chiqib keladi. Baconning 1620-yilda yozilgan eng inqilobiy asar haqida gaplashamiz. U Novum Organum deb ataladi. Lotinchadan tarjima qilsak, yangi qurol degan ma'noni beradi. Xo'sh, Bacon nima qildi? U tabiatni o'ylanishni o'sha davrdagi mavhum va ilohiy sxolastikadan keskin ajratib oldi. U fanning yangi tayanchi sifatida uchta narsani: tizimli kuzatish, aniq tajribalar o'tkazish va induktiv mantiqni e'lon qildi. Bu ikki usul o'rtasidagi farqni ko'ryapsizmi? Arastu usuli osmondan olingan, isbotlanmagan umumiy tushunchalardan boshlanib, muayyan xulosalarga tushadi. Baconning induktiv usulida esa yo'q. Biz avval jismoniy dunyodagi mayda, aniq va sinalgan dalillarni bittalab yig'ib chiqamiz va faqat shundan keyingina umumiy haqiqatlarni quramiz. Bu ilm fanni bulutlar orasidagi fantastikadan yerdagi haqiqiy laboratoriyalarga olib tushgan chinakam burilishadi. Uchinchi bo'lim. Aqlning to'rtta sanami. Keling, endi ruhiy to'siqlardan tozalanib olamiz. Bacon buni juda yaxshi tushungan. O'sha yangi ilmiy linzani taqishdan oldin ongimizdagi haqiqatni ko'rishga to'sqinlik qiluvchi tug'ma ruhiy to'siqlarni tozalashimiz shart. U bu to'siqlarni sanamlar deb atadi. Urug', g'or, bozor va teatr sanamlari. Ular go'yoki bizning shaxsiy va insoniy noto'g'ri qarashlarimizni tashqi dunyoga aks ettiruvchi qiyshiq oyna kabidir. Keling, ularning har biriga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Birinchisi urug' sanami. Bu to'g'ridan-to'g'ri bizning insoniy tabiatimizga, biologiyamizga xos xatolardir. Biz hammamiz shunday yaralganmizki, o'zimiz istagan, o'zimizga yoqqan tasdiqlarni tezroq qabul qilamiz. Hatto tabiatda mutlaqo mavjud bo'lmagan tartibsiz tasodiflardan ham nimadir izlab, sun'iy mantiq yoki naqshlar yasashga ustamiz. Tan oling, bu hammamizga xos. Ikkinchisi g'or sanami. Agar birinchi sanam barchamizda bor bo'lsa, bu sanam har bir shaxsning o'ziga xosligiga bog'liq. Sizning o'tmishingiz, qanday ta'lim olganingiz, kasbingiz va shaxsiy tajribangiz, bularning barchasi sizni o'ziga xos bir g'orga qamab qo'yadi. Natijada siz dunyoni ana shu tor tuynuqdan kuzatasiz. Reallikni esa faqat o'z filtrlaringiz orqali qiyshaytirilgan holatda qabul qilasiz. Uchinchi to'siq bozor sanami. Bu aynan bizning muloqotimiz va til bilan bog'liq xatolar. O'zingiz tasavvur qiling, ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri tushunilgan yoki ikki xil ma'no beruvchi bitta kichkina so'z qanday qilib butun jamiyatda vahima ko'tarishi mumkin. Bozor sanami bizni asl haqiqatdan uzoqlashtiradigan tildagi ana shunday semantik chalkashliklardir.
Va oxirgisi teatr sanami. Bu oddiy qilib aytganda mashhur faylasuflarga va ularning eskirib qolgan nazariyalariga ko'r-ko'rona ishonishdir. Beyton buni teatrga o'xshatgan. Ya'ni odamlar haqiqiy tabiatni o'z ko'zlari bilan o'rganish o'rniga kimgadir tegishli qoidalar asosida qo'yilgan sun'iy spektaklni tomosha qilishadi va shuni haqiqat deb bilishadi. Haqiqiy tabiatni anglash uchun esa o'sha dogmatik teatrdan tashqariga chiqishimiz kerak. 4-bo'lim tabiatni bo'ysundirish falsafasi. Bu eng qiziq va bahsli qismlardan biri. Bilim bu kuch. Albatta, bu jumlani eshitgansiz. Bu Francis Baconning eng mashhur afsonaviy shiori. Ammo bu shunchaki chiroyli gap emasdi. Bacon inson aqlining maqsadi shunchaki chetdan passiv kuzatish deb hisoblamagan. Uning qat'iy ishonchi bo'yicha, aqldan asosiy maqsad butun jismoniy koinotni faol ravishda o'zlashtirish, o'zgartirish va boshqarish bo'lishi shart. Endi ehtiyot bo'lamiz, chunki Baconning asarlaridagi ba'zi fikrlar bugun bizni chindan ham sergak tortishga majbur qiladi. U tabiat o'z sirlarini shunchaki o'z ixtiyori bilan ochib bermaydi degan. Uningcha, tabiat sirlarini ochish uchun uni yopiq, nazorat qilinadigan laboratoriyalarda inson kuchi bilan bog'lash, uni o'z tabiiy holatidan chiqarish va hatto qiynoqqa solish orqali sir sinoatlarini sug'urib olish kerak edi. Bu juda qattiq yondashuv, shunday emasmi? Buning natijasi qanday bo'ldi deysizmi? Bakongacha bo'lgan davrda insonlar tabiatni muqaddas, jonli hamkor, tabiat onamiz deb qabul qilishgan. Lekin Bakon yaratgan yangi meros mutlaqo boshqacha bo'ldi. Tabiat bu jonsiz mexanizm. Ekofeminist olima Karolin Merchantning tahlillariga ko'ra, xuddi shu ilmiy yondashuv tabiatga nisbatan qadimiy hurmatni yo'qqa chiqardi. Tabiat shunchaki qismlarga ajratiladigan, istalgancha foydalaniladigan va tugaydigan resurslar omboriga aylanib qoldi. Biz bu yerda tarafkashlik qilmaymiz albatta, lekin bu tanqidiy qarash bugungi kunda nega bunchalik dolzarb ekanini tushunish qiyin emas. 5 va oxirgi bo'lim Bacon merosi va bugungi kun. Antropotsen davriga xush kelibsiz. Xo'sh, 7 asr avvalgi inqilob qanday qilib bugungi kunimizni shakllantirdi? Qisqa qilib aytganda, o'sha mexanistik dunyoqarash hayotimizga aql bovar qilmas o'zgarishlar olib kirdi. Biz bugun ko'rib turgan ulkan empirik fanlar, smartfonlar, kosmosga parvozlar va mislsiz texnologik ustunlik bularning barchasi Bacon merosining mevasidir. Ammo tanga doim ikki tomonlama bo'ladi. Tabiatni shafqatsizlarcha ekspluatatsiya qilish jarayoni sayyoramizda global ekologik tanazzulni keltirib chiqardi. O'sha biz boshqarayotgan mexanizm o'z qo'limizda yemirilib bormoqda. Bugungi kunga kelib esa global ekologik xavfsizlik shunchaki ilmiy atama emas, balki jon saqlab qolishimizning eng asosiy shartiga aylandi. Tushuntiruvchi sharhimizni barchamizni chuqur o'yga to'ldiradigan o'ta jiddiy savol bilan yakunlamoqchiman. Biz tabiatning hukmdorimizmi yoki uning qurbonimiz? Tabiat ustidan o'rnatgan aqliy va texnologik ustunligimiz bizga haqiqatan ham qudrat baxsh etdimi? Yoxud yashab qolishimizning o'zini tuzatib bo'lmas xavf ostiga qo'ydimi? O'ylaymanki, bugungi dalillar va xulosalar sizni bu haqda yanada chuqurroq o'ylashga undaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi sharhlarimizda ko'rishguncha